Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Tezkor xabar. Rossiyadan qaytayotgan avtobus Qozog'istonda YTHga uchradi. O'zbekistonlik 2 fuqaro halok bo'ldi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. 7-dekabr kuni Qozog'istonning Oqto'ba viloyatida yuz bergan yo'l transport hodisasida o'zbekistonlik 2 fuqaro halok bo'ldi. Bu haqda O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Qayd etilishicha, soat 08:57 da Oqto'ba viloyatidan o'tgan respublika ahamiyatiga ega avtomobil yo'lining 1028-kilometrda Perm-Toshkent yo'nalishida harakatlanayotgan Yutong rusumli avtobus yon tomonga arqa ag'darilib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Oqibatda avtobusda bo'lgan 49 yo'lovchidan 5 nafari vafot etgan. Ulardan 2 nafari o'zbekistonlik bo'lgan. Xabarda aytilishicha, Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qozog'istonning mas'ul vazirlik va idoralari bilan birgalikda ishchi guruh tuzgan holda YTH oqibatida vafot etganlarning O'zbekistonga olib kelish va ularning oila a'zolariga dafn marosimlarini o'tkazishda har tomonlama yordam ko'rsatish bo'yicha barcha zarur choralarni ko'rmoqda. Rossiyaning aloqa axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalarni nazorat qilish bo'yicha federal xizmati Roskomnadzor WhatsApp messenjeri mamlakatda butunlay taqiqlanishi mumkinligini ma'lum qildi. Agar messenjer Rossiya qonunchiligi talablarini bajarishdan bosh tortishda davom ettirsa, butunlay bloklanadi, deyiladi Roskomnadzor bayonotida. Siyosiy maslahatchi Igor Dmitriyev o'z maqolasida O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'izistondan kelgan mehnat migrantlari mavjud integratsiya qiyinchiliklarga qaramay boshqa mintaqalardan kelganlarga nisbatan sezilarli afzalliklarga ega ekanligini ta'kidlaydi. Uning ta'kidlashicha, Markaziy Osiyoliklar postsovet hududida o'sgan va shahar hayoti bilan tanish, ko'pchilik rus tilida gaplasha oladi va ma'muriy tartiblarni tushunadi. Bu esa ularning Rossiya jamiyatiga muvaffaqiyatli moslashishiga yordam beradi. Dmitriyev bu migrantlarning Rossiya iqtisodiyotiga, ayniqsa an'anaviy ravishda ishlagan qurilish va qishloq xo'jaligi sohalariga qo'shgan hissasini yuqori baholaydi. Ular Rossiya iqlimi va ish muhiti bilan yaxshi tanish ekanligini va allaqachon ijtimoiy aloqalar o'rnatilganligini ta'kidlaydi. Shu bilan birga muallifning ta'kidlaganidek, Markaziy Osiyo migrantlarga qarshi axborot kampaniyasi fonida Afg'onistondan ishchi kuchini jalb qilish rejalari haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Dmitriyevning so'zlariga ko'ra, afg'on fuqarolarini o'qitish darajasi va integratsiya salohiyatini ancha pastligi jihatidan bunday niyatlar ko'plab savollar tug'diradi. Noqonuniy migrantlarni deportatsiya qilish bo'yicha eng ko'p buyruqlar O'zbekiston fuqarolariga tegishli 87. Boshqa davlatlar Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Armaniston, Ozarbayjon, Qozog'iston, Belarus, Gruziya va Moldova fuqarolari ancha kam deportatsiyaga uchraydi. Jami 45 ta. Xorijiy fuqarolar tomonidan ma'muriy deportatsiyaga olib keladigan eng ko'p uchraydigan huquqbuzarliklar Rossiya Federatsiyasiga kirish qoidalarini yoki qolish qoidalarini buzishdir. Rossiya Federatsiyasi Ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining 18-moddasi Rossiyada vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma olishning yangi qoidalari joriy etilmoqda. 2-dekabr kuni e'lon qilingan prezident farmoniga ko'ra, ayrim toifadagi chet elliklar soddalashtirilgan tartibda rus tili, tarixi va Rossiya qonunchiligidan imtihon topshirmasdan RVP olishlari mumkin. Ushbu soddalashtirilgan tartibdan quyidagi chet elliklar foydalanishi mumkin: fan, sport, ishlab chiqarish, madaniyat, ta'lim yoki ijodiy san'at sohasida yutuqlarga erishgan,
Rossiya iqtisodiyoti, jamiyati, mudofaasi va xavfsizligini rivojlantirishga hissa qo'shgan, mamlakatda talab yuqori bo'lgan professional ko'nikma va malakaga ega bo'lgan. Ushbu chet elliklar va ularning oila a'zolari til imtihonidan o'tmasdan RVBga ariza berishlari mumkin. Ularga hukumat tomonidan odatda belgilanadigan yillik kvota ham taalluqli bo'lmaydi. Putin ilgari Ukrainadagi maxsus operatsiyada ishtirok etganlarni ham o'z ichiga olgan yarim toifadagi chet elliklar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar uchun fuqarolik va yashash uchun ruxsatnoma olishning vaqtinchalik soddalashtirilgan tartibi to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.